Endi devichik xollarim, pitsa uchun xamir qorib o'tirmaysiz. Birinchi bo'lib 4 ta tuxumimizni oqidan sarig'ini ajratmagan holda bitta idishga chaqib olamiz. Ketidan tabga ko'ra tuz, iliq holdagi 400 gram sut, 500 gram unimizdan solib, qishlog'imdan kelgan sariyog'dan 100 gram quyib, yaxshilab aralashtirib olamiz. Ketidan o'zimiz yaxshi ko'rgan kolbasalarimizni qo'shib, ustidan pomidor bolgarskilarimizni to'kib, xohishga qarab xohlagan ko'katlarimizdan ozroq qo'shib, yaxshilab aralashtirib olamiz. Ana endi listimizning ustiga pergament qog'ozlarimizni to'shab, mozzarella sirlarimizni bir tekisda qilib yoyib, ustidan tayyor massamizni bir tekis qilib quyib, hamma joyiga bir tekisda qilib yoyib olamizda, ustidan mozzarella sirlarimizdan yana sepib, oldindan qizdirilgan 180 gradusli duxovkamizga yuzlari qizarib pishguncha jo'natib yuboramiz. Voh voh, buni qaranglar, ko'rinishini o'z ishtahani ochadi-ya, mazasini yo'q, gapirmasa ham bo'ladi. Musofirchilikda yurgan men bilan bitta havodan nafas olayotgan devichik xollarim, kelinglar mehmonga. Ana endi baho beringlar-chi, yoqsa kommentariyaga 5, yoqmasa 2 qo'yib ketaverasizlar, xafa bo'lish yo'q. Tez-tez ko'rishib turishlik uchun like bosib, podpiska qilishni unutmanglar. Men bilan zerikmaysiz, ishonmasangiz profilimga o'tib ko'rarsiz.